Ortga qaytmas islohotlar shiddati bugun chekka hududlarga ham yetib boryapti. Bu odamlarning turmush tarzida, farovon hayotida, obod bo'layotgan manzillarda o'z ifodasini topmoqda. Hudud taraqqiyoti bilan bog'liq istiqbolli loyihalar amalga oshirilyapti. Ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushyapti. Yangi ish o'rinlari yaratilib, oilalarning daromadi oshyapti. Jumladan, G'uzor tumanida eng avvalo infratuzilmani yaxshilash, aholi muammolarini hal etishga alohida e'tibor qaratildi. Tashqi va ichki yo'llar ta'mirlanib, haydovchi va yo'lovchilar uchun qulayliklar yaratildi. Elektr ta'minoti yaxshilandi. Qishloqlardagi yog'och ustunlar temir beton ustunlarga almashtirildi. Yuqori kuchlanishli transformatorlar o'rnatildi. Prezidentimizning topshirig'i asosida tumanning 14 ta mahallasini 2 bosqichli tizimga o'tkazish orqali tabiiy gaz ta'minoti yaxshilandi. Tumanda 66 ta ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi aholi ham tabiiy gaz ta'minoti yo'qligi tufayli suyultirilgan gaz ballonlaridan foydalanib kelgan. Bugunga kelib ushbu ko'p qavatli uylar ham gazlashtirildi. Tumanimizda toza ichimlik suv bilan ta'minlash ishlari oxiriga yetkazildi. Oldin artizanlardan yoki o'zi Sharsabız, Qamashi tomonlaridan avtomashinalarda toshib kelib ichirilgan. Hozir mana har bir xonadonda oldiga jumraklar o'rnatilgan, bemalol foydalanyapmiz. Bundan tashqari tumanimizda 80 dan ortiq ko'p qavatli uylar qurildi. Bir qancha tumanimiz aholilari uyli joyli bo'lishdi. Hamma sharoitlar bor. Gaz deysizmi, suv deysizmi, konditsioner o'rnatib olishgan. Bunday uylarni bizlar avvallari orzu qilganmiz. Toshkentga borganda ko'rganmiz, liftlarga chiqib. Mana hozir o'zimizda bor shu uylar. Mana yana qurilishlar davom etyapti. Endi bunday bunyodkorlik ishlarini ko'plab gapirsak bo'ladi. Prezidentimiz tadbirkorlar bilan mana qancha uchrashuvlarda qancha yo'l yo'riqlar ko'rsatilyapti. Imkoniyatlar yaratilib berilyapti. Mana shu tufayli hozir tumanimizda baland do'konlar deymizmi, mehmonxonalar qurilyapti. Mahallalarimiz bir tekis asfalt. Yursangiz maza qilib yurasiz. Mashinada yurasizmi, piyoda yurasizmi, loy yo'q. Prezidentimiz mana shunday sharoitlarni yaratib beryapti. Shu G'uzor tumanimizda aholi soni ko'paygani sayin boy ko'payadi. Mana buni nimadan ko'rsangiz bo'ladi? Qurilayotgan uylardan, mana qurilayotgan imoratlardan, ko'chadagi yurgan mashinalardan ko'raymi. Avvallari onda-sonda bitta mashina o'tgan bo'lsa, hozir kutib turasiz svetoforlarga borib. Demak, bu aholining farovonligidan kelib chiqyapti bu narsa. Bunday zamonlarda bizlarda ota-bobolarimiz orzu qilgan. Bizlar ko'ryapmiz. Raqamlar misolda aytadigan bo'lsak, davlatimiz tomonidan ajratilgan mablag'lar evaziga 413 kilometr suv tarmoqlari tortilib, 5 ta yangi ichimlik suvi inshooti qurildi. Buning uchun 227 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Yo'l infratuzilmasini yaxshilash doirasida 183 milliard so'm mablag' evaziga 433,8 kilometr mahalliy va ichki yo'llar ta'mirlandi. Elektr ta'minoti sohasida 98 ta transformator punkti, 227 kilometr elektr tarmog'i va bitta podstansiya barpo etildi. 29,8 milliard so'mlik ishlar bajarildi. Gaz ta'minoti bo'yicha 37 kilometr gaz tarmoqlari qurilib, 11,800 nafar aholi tabiiy gaz bilan ta'minlandi. Bu xayrli ish uchun prezidentimiz tomonidan 34 milliard so'm mablag' ajratildi. Bosqichma-bosqich odamlarning muammolari hal etilib, ularning farovon hayoti ta'minlanyapti. Misol uchun, zamonaviy barcha shart-sharoitga ega uy-joylar g'uzorliklar uchun orzu bo'lgan. Bugun ana shu orzular ushalyapti. Tumanda ko'p qavatli uylardan iborat G'uzor seti bunyod etildi. 5 qavatli 772 ta xonadonli 35 ta turar joy bunyod etildi. Uylarda hamma qulay shart-sharoitlar yaratildi. Qulay infratuzilma, suv, gaz, elektr energiyaning uzluksiz ta'minoti, asfalt yo'l va yo'laklar va boshqa imkoniyatlar odamlarning hayotdan mamnunligi va shukronaligini oshirdi. Yana bir e'tiborli jihati, uy-joylarning 31 tasi ehtiyojmand, nogironligi bo'lgan uy-joyga muhtoj fuqarolarga bepul berildi. Agar o'rtacha har bir oilada 5 tadan odam soladigan bo'lsa, 1000 dan oshiq aholi
boshpanali bo'ldi, uyli joyli bo'ldi. Nasib bo'lsa kelajakda bu uylarda to'ylar qilishadi, yaxshi kunlarni nishonlashadi. Tumanimizda ham, viloyatimizda ham masalan nafaqat 5 etajli, 18, 20, 24 etajli uylar qurilmoqda. Yashayotgan oila uchun butun qulay sharoitlar yaratilgan. Prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan yana bir yangilik, aniqrog'i tuman aholisini kayfiyatini ko'targan, hayotiga yangicha mazmun olib kirayotgan xush xabar. Davlatimiz rahbarining tegishli qarori bilan tumanda yangi O'zbekiston massivi barpo etilyapti. Massivda 111 ta ko'p qavatli turar joylar, 5 ta ijtimoiy soha, 61 ta xizmat ko'rsatish obyektlari bunyod etiladi. Yashil bog'lar, piyodalar yo'laklari va favoralar, istirohat bog'i qurilishi rejalashtirilgan. Bu massivda 4175 ta xonadondan iborat 16, 14, 12, 9 va 7 qavatli turar joy majmualarini tashkil topgan. Prezidentimizning 2025-yil Qashqadaryoga tashriflari chog'ida Yakkabog' tumanida Yangi O'zbekiston massivida ekobozor bilan tanishdilar. Barcha tuman hokimlarida tumanda zamonaviy, shinam arzonlashtirilgan ekobozor tashkil qilish bo'yicha topshiriq bergandilar. Shunga binoan biz ham massivda ekobozor loyihalashtirdik. Shuningdek, eng muhim jihati barcha infratuzilma davlat tomonidan amalga oshiriladi. Elektr tarmoqlari, kanalizatsiya, yo'l, ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlab beriladi. Shaharsozlik qurilish normalariga asosan ko'p qavatli bino inshootlarining 30% ga yashil zonalarni tashkil qilganmiz. 6 gektarli yashil zonamiz bor. Prezidentimizni xalqaro moliya institutlari mablag'ini jalb etgan holda o'rta shaharlar kompleksi rivojlantirish loyihasi doirasida G'uzor tumaniga 290 milliard mablag' ajratilib, 93 kilometr oqova suv tarmoqlari, kanalizatsiyani yangidan qurish, loyihalashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Tumanimizdagi salohiyatli pudrat tashkilotlarini qiziqishlarini inobatga olib, hozirda massivni birinchi bosqichda 20 ta ko'p qavatli uylarni qurish uchun yer maydonlari auksion kirish takliflari kiritildi. Keyingi yillarda tuman iqtisodiy jihatdan barqaror hududga aylandi. Birgina sanoat sohasida 75 ta korxona tashkil etildi. Tadbirkorlik subyektlari soni 2020-yilda 953 tani tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunga kelib 2215 taga yetdi. Savdo va xizmat ko'rsatish yo'nalishida 230 ta obyekt ishga tushirildi. Jumladan tikuv fabrikasi ishga tushirilib, 200 ta yangi ish o'rni yaratildi. Bu yerda bir oyda 50 ming dona tayyor kiyim-kechaklar ishlab chiqarilib, ichki va tashqi bozorga yetkazib berilyapti. Prezidentimiz tomonidan juda katta imkoniyatlar yaratilgan tadbirkorlarimiz uchun. Shu borada bizni xotin-qizlarimizga ham ancha ish o'rinlari ochilib, 170 ta xotin-qizlarimiz ishlaydi hozir. Bir kunda 1700 ta, 1800 ta, 2000 ga yaqin oq ko'ylak ishlab chiqaramiz. Yangi kelgan qizlarimizga o'zimiz to'liq o'rgatamiz. Bir oy davomida yoki bir hafta davomida o'rganib, bemalol mana shu qizlarimiz qatori ish faoliyatini olib boradi. Bir hafta yoki bir oy oldin kelgan tikuvchilarimiz ham bugungi kunda mana mohir tikuvchilar qatori tikish faoliyatini olib borishyapti. Biz ko'proq hozir uyda o'tirgan, ishga ehtiyoji bor xotin-qizlarimizni ham ishga taklif qilib, daromad topish imkoniyatlarini yaratib beryapmiz. Loyiha qiymati 4,5 milliard so'm bo'lgan korxona tomonidan tayyorlanayotgan mahsulotlarning 60% Ozarbayjon, Tojikiston, Qirg'iziston davlatlariga eksport qilinmoqda. E'tiborli jihati tikuv fabrikasiga ayollar va yoshlar daftaridagi, shuningdek, ishsiz xotin-qizlar ishga qabul qilingan. Halqabod qishlog'idan kelib ishlayman. Uyda oddiygina tikuvchi bo'lganman. Mana shu fabrikani ochilganini eshitib, mana shu yoqqa ishga keldik. Ishimizdan xursandmiz. Men ko'rib turganingizda ayol qizlarga hamma shart-sharoitlar yetarli. 3 mahal issiq ovqatlari bor, oyliklari o'z vaqtida. Biz xursandmiz, ayollarimiz ham xursand mana bu yerda ishlashayotganidan. Bu yerda konvert asosida ishlaymiz. Mana bu yerda 14 kishi o'tirsak, 14 ta qizimiz mana shu oq ko'ylaklarimizdan 300 ta, 350 ta ko'ylak chiqaramiz. Sifatlariga mana sifatchilarimiz bor, ishlarimizni ko'rib ko'ngli to'lyapti mana. G'uzor tumanida xotin-qizlar bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka, hunarmandlikka, kasanachilikka jalb qilish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirildi. Birgina 2025-yilda 2000 ga yaqin xotin-qizlar kasb hunarga o'qitildi. Turli yo'nalishlarda 20 dan ortiq hunarlar o'rgatildi. 1000 dan oshiq xotin-qizlar tadbirkorlik faoliyatini boshladi. Ularga 16 milliardga yaqin imtiyozli kreditlar berildi, yangi ish o'rinlari yaratildi. Kichik mikro loyihalar orqali kichik sexlar ochildi. Xotin-qizlarimiz o'sha tadbirkorlikka bo'lgan ishtiyoqi juda balandligidan kichik o'zlarining uylarida sexlar tashkil qilishyapti. Pishiriq sexlari, tikuvchilik sexlari, bundan tashqari kasanachilik yo'lga qo'yilyapti. 2026-yilga ham o'zimiz rejalarimizni belgilab oldik. O'sha bu yilda
Yana ham ko'proq xotin-qizlarni bandligini ta'minlash uchun o'sha imtiyozli kreditlar ajratilishini, ssudalar berilishini yo'lga qo'yib, ularni bandligini ta'minlaymiz. Bu yil nasib bo'lsa 7 mingdan oshiq xotin-qizlarni bandligini ta'minlash rejamiz bor. Davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar tadbirkorlar sonining oshishiga, yangi ish o'rinlari yaratilishi va ishsizlar sonining kamayishiga xizmat qilmoqda. Tumanning Amir Temur mahallasida istiqomat qiluvchi yosh tadbirkor Sanjar Nursaidov mebel mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasini tashkil etib, undan ortiq ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minladi. Birinchi bo'lib ish romdan boshladik. Keyin seximizni kengaytirish uchun yer oldik. Topgan daromadimizdan keyin uskunalar olib keldik va ishda ish o'rini yaratdik. Keyin talabga qarab eshik ishlab chiqardik, sexlarni kengaytirish boshladik. Talab va ehtiyoj kuchaya boshlagandan keyin mahsulotlarimizni turini ko'paytirishga harakat qildik. Mahsulotlarimizga talab va ehtiyoj kattaligi uchun hozir ichki bozorga sotyapmiz. Prezidentimizga rahmat. Biz yoshlarni qo'llab-quvvatlagani uchun. Imkoniyatlari kengaygan, mebel mahsulotlari ishlab chiqarish turi va hajmi oshgan, kichik sexni yirik korxonaga aylantirgan yosh tadbirkor endi xaridorlarga o'z takliflarini beryapti. Ularning istagiga qarab sifatli, bejirim mahsulotlar tayyorlab bermoqda. Bugun uning o'ziga ishonchi ortgan. Orzu maqsadlarini, niyatlarini amalga oshirishga imkoni ham, mablag'i ham yetadi. Bugun yosh tadbirkor shogirdlar tayyorlash bilan birga ishsiz yurgan yigitlarni ishga qabul qilib, mebelsozlikni o'rgatyapti. Ayni paytda korxonada 50 turdan ortiq mebel mahsulotlari ishlab chiqarilyapti. Tuman hududidan M39 xalqaro ahamiyatdagi yo'l o'tadi. Yillar davomida foydalanilmayotgan yo'l bo'ylarida bugun xizmat ko'rsatish obyektlari qurilib, ishga tushirilyapti. Ayni paytda ushbu yo'l yoqalarida 60 dan ortiq savdo, umumiy ovqatlanish va servis xizmatlari yo'lga qo'yildi. Ularning hammasi 24/7 rejimida faoliyat ko'rsatmoqda. 200 dan ortiq ish o'rinlari yaratildi. Tadbirkor Aziz Bobomurodov ushbu xalqaro yo'l yoqasida zamonaviy xizmat ko'rsatish majmuasini ishga tushirdi. Buning uchun 1 milliard 200 million so'm bank kreditidan foydalandi. Bir vaqtning o'zida 360 nafar kishiga xizmat ko'rsatadigan oshxona, ehtiyot qismlar do'koni bugun yo'lovchilar xizmatida. Ushbu xizmat ko'rsatish obyektiga 100 kilovatli quyosh paneli ham o'rnatildi. Surxondaryo Toshkent yo'nalishida har 3 kunda bir qatnayman. Men shu yo'llar avval zerikarli edi. Cho'li biyaban edi. Hozir bir obod bo'lib, choyxonalar ko'payib, dam olish maskanlari ko'payib qoldi. Bir to'xtab, dam olib choy ichadigan joylar issiq edi, soya solqin joylar yo'q edi. Qisqa muddatda shunaqa o'zgarishlar bo'ldi. Har qadamda mana choyxonalar bor, mashinani buzilsa sozlaydigan joylar bor, yuvinadigan sho'pirlarga alohida joylar bor. Mana shunday ko'rsatilayotgan xizmatlardan biz xursandmiz. Prezidentimizga rahmat, tadbirkorlarga mana shunday sharoit yaratib bergani uchun. Bugungi kunda tumanda ishsizlik darajasi 9% dan 5,4% ga pasaydi. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida tumanda qator xayrli ishlar amalga oshirildi. Birgina mahalla misolida tahlil qiladigan bo'lsak, Jarariq mahallasida 8,5 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Bu yerda 1,5 mingdan ziyod xonadon, 2 mingga yaqin oila bor. Mahallaning drayveri chorvachilik va dehqonchilik. Har bir xonadonda 20 tadan 500 tagacha mayda shoxli mol va qoramollar bor. Xudoyor Tog'ayev o'z xonadonida 134 ta mayda shoxli mol va 8 ta buqa parvarish qilyapti. 3 ta sog'in sigiri bor. Bundan tashqari 50 ga yaqin parranda ham parvarish qilishyapti. Biz o'z oilaviy hammamiz chorvachilikka qiziqamiz. Boshida 10 ta, 12 ta tug'adigan qo'yimiz bo'lgan. Prezidentimizning berilgan yordamlari, mana xalqimizga qiladigan e'tiboridan foydalanib biz chorvachilik misol kengaytirib oldik. Hozirgi kunda kelib 3 yil mobaynida shu 10 ta 12 ta qo'yimiz, 135 ta tuyoq soni bor. Bulardan endi har 3 oy to'riga almashtirib, yiliga 300 million 350 million daromad qilsa bo'ladi. Mahalla aholisining chorvaga qiziqishi oshgan. Har bir oila shuning hisobidan 150-200 million so'mgacha daromad ko'radi. Bugun mahallada go'sht markazi ham tashkil qilingan. 4 ta go'sht saqlash uchun sovutish omborlari qurilgan. Yana bir e'tiborli jihat, tashabbusli budjet hisobidan mahallaning obodligi ta'minlanyapti. Odamlar jipslashib, birgalikda 3 martagacha ko'p ovoz to'plab, yo'llar ta'mirini yutib olishdi. Bugun asfalt qilinmagan ko'cha qolmadi hisob.
Birin-ketin qishloq odamlarining muammolari hal etilyapti. Yana bir misol, shu paytga qadar mahalla binosi eski, ta'mirtalab ahvolda edi. Bugun homiylik yordami bilan 300 million so'm mablag' evaziga ta'mirlanib, zamonaviy ko'rinishga keltirildi. Mahalla yettiligi uchun alohida xonalar ajratilib, mebel jihozlari, kompyuterlar bilan ta'minlandi. Ishlash, fuqarolarni qabul qilish, muammolarni eshitish uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi. Bundan tashqari binoga 5 kilovatli quyosh paneli ham o'rnatildi. Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan mahallaga juda katta imkoniyat yaratilyapti va ishonch bildirilyapti mahalla yettiligiga. Men yaqinda bo'lib o'tgan Oliy Majlisga O'zbekiston xalqiga bo'lgan murojaatnomasida ham shu narsa ko'rsatilgan. Mahalla yettiligi kambag'allikni tugatish bo'yicha, ishsizlikni tugatish bo'yicha asosiy bo'g'in sifatida ko'rilyapti. Juda ishonch bildirilyapti. Jarag'al mahalla fuqarolar yig'inida ham yettilik a'zolar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. 8.9% edi kambag'al darajasi mahallamizda. Hozir 3.6% tushdi. Yilning oxirigacha niyatimiz shu butunlay kambag'aldan xoli mahallaga aylantirish. Bizda hozir 100 ga yaqin ishchi soni bor. Ular hammasini reja qilganmiz. Kreditlar olib berish bo'yicha, ular ishga joylashtirish bo'yicha yaqinda mana davlatimiz rahbari tomonidan video seti o'tkazildi. Huquqbuzarlikni ertashi oldini olish masalasi bo'yicha. O'sha ichki ishlar xodimlari, prokuratura va boshqa organlar ishtirokida o'tgan yig'ilishda mahalla yettiligiga juda katta vazifa yuklatildi. Mahalla hududida bironta ham yilning oxirigacha huquqbuzarlik sodir etmaslik bo'yicha reja qildik, yo'l xarita qildik, shu bo'yicha ishlaymiz. Mahalla ahlining yana bir muammosi hal etildi. Hududdagi sobiq qishloq vrachlik punktida shart-sharoit yo'qligi sababli odamlar 8 kilometr yo'l bosib, qo'shni mahalladagi oilaviy poliklinikaga qatnashga majbur bo'lishgan. Bugun Jar-Ariq mahallasida ana shu poliklinikaning filiali ochib berildi. Filial uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi. Prezidentimizning tegishli qaroriga asosan aynan G'uzor tumanida 740 gektarlik maydonda 300 megavat quvvatga ega quyosh fotoelektr stansiyasi va 75 megavatli energiya saqlash tizimi loyihasining amalga oshirilishi katta voqelik bo'ldi. Ushbu loyiha O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati buyurtmachiligida Mastar kompaniyasi tomonidan bajariladi. Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banklari tomonidan moliyalashtirilgan loyiha tuman taraqqiyotida ham muhim o'rin tutadi. Mahallamiz hududida quyosh panel o'rnatish ishlari boshlandi. Bu uchun Qamash chegarasi bilan bizning mahallamiz o'rtasida dastlabki ishlar boshlandi. Buning uchun mahallamiz aholisi juda xursand. Hozirgi kungacha 21 ta fuqaromiz ishga kirdi. 600 nafar ish bilan ta'minlash niyatdamiz. Ko'rib turibsizlar, mana ish jadal davom etmoqda. Buning uchun biz prezidentimizdan minnatdormiz. Bugun farovonlikka yuz tutayotgan tumanda har kuni bir yangilik, o'sish va rivojlanish ko'zga tashlanadi. Bu inson qadrini ulug'lashga yo'naltirilgan yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilayotgan izchil islohotlarning amaldagi natijasidir.